96 ming koy. 20 ming koyning ostida. Mashinadan Yamandan bir chiqib qoldi bugun. 2014 Lexus ES Sembey Jonkasi. 2014 Lexus ES Sembey Tokmay aralash. Mashina g'azab yaqaliga bor qaylasa. Aldir qaylasa. Yan taraflari qaylasa. Ishchilari qaylagan bo'lsa olma, ishchilarim g'azab yaqaman qaylanlar. Ishchilarni ko'rsa. Ko'rdingmi? Rol tarafındaysa, o o'ttirg'idaysa, bak chiroyli zadi. G'azab, rahat. Men Lexus'ning menda jonkalari adati jiqtilmaydi qo'limizda. Mana shunda bir chiqib qoldi mana. Shu chiqib o'tdik mana. Ishchilarni ko'rsizlar. Endi men keyinni ko'rsa, keyinni ko'rsa. Keyinni qaysalam g'azab chiroyli. To'g'rimi? Mushtarak bo'z bola. Mana endi bahsi keldik. 2014 Tokmay aralash ESMBey. 2014 Tokmay aralash Lexus ESMBey bahsi 96 ming koy. Kaç gap qilaman. Andan keyin mayak kelsak 2019 Fiesta. Mashina g'azab yana 60 ming koyning ostida. 60 ming koyning ostida. Kaç gap qilaman. Endi mayada bugun eng arzon mashinamiz kelib qoldi. 2010 Honda Civic avtomatik kod, to'nglik yo'q. Ishchilarim g'azab yig'an, mana ishlarim ko'rsatma aka. Mana ishchilar qilgan bo'lsa-ham g'azab yig'an. Mening ba'si g'azab muvaffaq. Meni shoshtirib ilinglar ekan. Mana ishchilarga qaraysa. Nima? Endi ba'si keldi. 2010 Honda Civic 8-avlod. Mashina g'azab yig'an, har qanday tashkilish qabul qildi. Ba'si 20 ming koyning ostida, mana 20 ming koyning ostida. Endi mayak qiladigan bo'lsak, 2019 Kia Kechasi. 2019 Kia Kechasi. Mana shuni ko'rsatdim. Mana peyliyansa bir daltda maynim aziyda ham suratni baraman, ishlar ko'raman. Xot yetkash, yaproqcha, bütün to'nglik, xotlarim yaman chiroyli chiqqan, ayligi nayt maskeldigan mashina bor. To'g'rimi? Keyinroq qaraydigan bo'lsam, bak chiroyli. Mana mashinam bak yana. Endi bahsi keldik. 2019 Kia Kechasi. Mashina bak yana paylans bir daltiliqqa. Bugungi bahsi 68 ming koy. Unda o'z davomli mashinamiz gap qilsanglar bizim shaharda bor. Mashina har qanday desanglar mana turibdi. Mana bu shirkat tijik mashina ko'rsatdik. Hozir o'rnimiz Maral Bishnaya kamil ishchi qol mashinamiz. Bazarni o'rnimi shu Maral Bishnaya yakan tasholar. Top medal çırışırsın karşı tarafı gidem kalırsanlar. Sizler bizim şey saklayımız var.